Arkadaşlar bugün sizlerle bana Vamlok sistemasını oynayalım. Ben hafızca devam ettirip koyayım. Video almak yaptım. Hadi şu narsalarını taptım halas. Unutma köp emas. Selamünaleyküm. Bugün sizlerle Zara Uz kanalı. Yani ben yangi açtım. Hali unutma oyun açıp olmadı. Maslahatım okalar unaqa zor videolarni ko'rmoqsizlar. Like bilan podpiskani bosishni unutmang. Ana aytdi orada Vamloklar paydo bo'ladi, tushib ketmaysizlar. Zo'r o'yin. Boshqa narsalarni faqat yer ko'rmaydi. Shunga har xil random narsalar beradi. Paxta, random narsalar. Chumol beradigan menga random narsani chiqaradi. Samolyotga shu daraxtni urug'ini berdi. Narsalar beradi. Hechkim beramaydi. Ko'rsatiladi, random narsalar beradi. Yer, daraxt, hamma narsa. Ko'rsatiladi, random narsalar beradi. Mana shu bo'ladi. Random narsalar. Akalar men buni kompyuterda o'ynayman, chunki meni kompyuterim yo'q. Men buni shunchaki nimada o'ynayman. Shunchaki telefonda o'ynayapman. Agar sizga shunaqa mod kerak bo'lsa, albatta chatga yozib qo'yinglar. Gördüğünüz gibi random narsa beradi. Tap olun seni geçiyordu. Karagan narsa beradi. Endi sizlar buni endi orolimizni kattalashtiramiz. Bu esa yetarli. Kötüler hozir ucho'tga tushib ketib qoldi. Buni go'shini olmoqchi edim asli. Ko'rib turibsizlar. O'zi asli uni go'shini olmoqchi edim. Bir o'rin tushib ketib qoldi. Shunaqa gaplar. Mana bu hamma uni o'stirdim daraxtni. Hozir menga o'stiradigan endi buni o'stiramiz. Ekib qo'yamiz buni. Yana bitta daraxt ham bor ekan, bu daraxtni esa qayga eksak bo'ladi? Mana shu ekamiz. Tushib ketib qoldi o'zroqalar. Uning uchun yerni akalar iloji boricha katta qilib o'tdilar. Menga o'xshab xato qilmanglar. Mana uni bir marta tez bossalar daraxt kattalashadi. Bu o'stirgan suvadi bersa shunchaki qo'ysanglar, bu narsa yetishib chiqadi. Endi kim botyapti, lekin menda hali ham yotoq yo'q. Hozirlarga shunaqa gaplar. Hozirdan ikkita narsalar berdim. Menga sal yaxshiroq narsa tushgani yo'q. Random narsalar ancha qiziqmas. Agar sizlar ham nimalar qilmoqchi bo'lsanglar, bunaqa artefakt serveri, artefakt hamma ko'rgan deyman. Mesela artefakt bu o'zini serveri ham bor. U shunchaki Minecraft kirmoqchi bo'lsanglar, serverga Google'ga kirib Minecraft 1.1.70 versiyasini o'rnatib o'talar kiraverasizlar. Server o'zi hamma yo'qotib beradi. Server artefakt serverlarida karamlarga yapaman. Agar sizlar shuni o'ynamoqchi bo'lsalar, buni videolar tushunsalar, like bilan podpiskani bosib qo'yasizlar. Podpiska oddiy emas. Albatta qo'ng'iroqchasi bilan. Shunday deb men yangi kanal ochdim. Shuning uchun menda unaqa narsalar yo'q. Bu o'yinni ham hozir boshladim.
Ko'rdirsizlar akalar. Sandig'im to'ldi, lekin menda yana bitta sandiq bor. Buni ham randomdan berdi. Sandiq kattalashdi akalar. Ko'rib turganinglardek, ikkita somon blokdan ovqat yasa olamiz. Agarlar bitta yerimiz ham bor ekan, 30 bitta yer to'playotganim 44 ta mana bunday nuqsonlar bo'ladi. Bo'ldi, endi ozgina non yasab qo'ysak bo'lmaydi. Non. Oltalansin, ozgina yeymiz. Lekin yo'q ekan. Qo'yib qo'yamiz shunaqa. Endi uyimiz chiroyli bo'lsin deb hisobiy gul ekib qo'yamiz. Toza havo keltiradi. To'g'ri, aktifat kayzolarda qo'ymasam, lekin har holda yangi gullar o'smaydi. Bilmayman. Endi mana bu tarafni chopib yubordim. Akalar, bu versiya o'zasi mana olma ham tushdi, bu daraxtdan olma tushadi. Agar sizlar ham shu o'yinni o'ynamoqchi bo'lsanglar, menga murojaat qilsanglar bas. Ikkitani ham ekib qo'ygan. Oğlum akalar. Daraxt ham bor ekan, yana daraxtni ekamiz desam, afsuski akalar bizda ko'taradigan yo'q. Shuning uchun buni so'raganlar bilan tasdiqlash spam bo'lganini yo'llaymiz akalar. Mana skelet spam bo'lgan akalar. O'shandan skelet sana olasiz. Lekin akalar afsuski hech qanaqa skelet spam bo'lmadi. Ko'rib turibsizlar. Menda hozir 5 ta daraxt bor ekan. Buni hozir yerimizni kattalashtirib ekib qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar. Menda bitta oladi. Bu joniga ketadi ham. Lekin tepadan tushganda bu zonasi. Iloji boricha yerni kattalashtirishga harakat qilinglar akalar. Agar sizlar buni to'xtalaysizlar, 4 ta daraxt o'sib chiqadi. Bilib olinglar, bu respekt. Men o'zim kanal ochganman, shuning uchun jo'naman. Ham telefonda o'ynayapman. Necha versiyaligini ham bilmayman. Yaxshi, har holda yaxshi narsa dedim bitta. Akalar, shu bilan bu birinchi qism tugadi. Endi tugamadi hali beri. Bizning maqsadimiz hozirchalik temirli narsalar yasash. Yaxshi ekan, aytolmay qoldim. Mana ko'rdinglar ham, o'zinglar ham. Bu tovuq. Bundan menga hozir narsa beradi. Tushib ketmasa. Ana tushib ketadi. Olib oldim. Akalar, hozir maqsadimiz bunda. Maqsadni qo'ymasa chatda yozinglar, maqsad. Ko'rib turibsizlar, bu faqat sizga sanadi. Bu nimaligini o'zim bilmayman. Necha versiya bo'lsa, lekin o'ynayapman. Men kanal ochmoqchi. Boshqa kanal, asosan kanal bor. Ularga almazishim.
Reisi selam ekan. Meni aqlan ekan. Barkan suyundu. Barkan Roblox hamma o'ynagan. Yaxshiroq narsa chiqmaydi. Qismanlik ham chiqmaydi. Oho, sholg'omni qaranglar akalar. Buncha ovqat bilan bemalol 1000 kun yashasa bo'ladi. Shunday maqsad bilan 100 kun yashab qo'yamiz. 100 kun yashab 100 kun yashaymiz akalar. Buncha ovqat bilan bemalol yashasa bo'laveradi. Akalar shu bilan birinchi qism tugadi.